Assalomu alaykum. Bugun Qoraqalpoq mahallasidagi maktabimizga kelganmiz. Bu yerda shu Azizbek ukamiz bir harakat qilib ko'ramiz dedi, challenge'imizni. Uka, bu 5 daqiqa vaqt beraman. Mana shu narsani yozaversang, misol hozir asartimizga kerakli sonsa qo'limiz bor. Obedga kelgan, bitta choy bilan. Meni hisobimdan. Ertaga kelsam, ertaga ham yozaversang, ertaga ham tekin. Mana vaqtimiz sekundomerga qo'yib oldik. Mana ukam qo'lingni o'rgatib ol. 1, 2, 3 va ketdik uka. Aziz ukamiz harakat qilib ko'ryapti. Challenge'imiz 3-ishtirokchisi. Kecha Chulloqdan Temurbek degan bola yutdi. Bugun Qoraqalpoqdanmiz. Vaqting bermoqchi. Qo'shilmay sevging. Sizlar ham o'rganinglar. Ota-onalarga ham tavsiya berib qolardim. Shu jumladan mana shu kubik Rubikni joriy qilsa bolalarga telefondan ancha chalg'iydi. Vaqtimizni ko'rsatib o'tamiz, ketyapti. Hareketler asasiy. Uyga borib o'rganasan-da telefonda. Bitta 5 ta formulasi bor. Shuni yechasizlar. Tepasida 3 marta yo'q. Cho'loqda kecha bitta Temurbek degan bola bilmayman nechasini o'qishini 4 daqiqada yeb tashladi. U rekordni yangilab oldi. Hali hech kim yo'qmadi. Hamma maktabda qilyapsizlarmi? Serbularda. Ha, yo'q, o'zimiz shu filiallarimizda qilyapmiz. O'sha yerda eganda. Bir minut vaqtim ketdi. Hammasini to'ldirish kerak. Hammasini to'ldirish kerak. 4 minut rekord. Vaqtimiz ketyapti. 1 minutdan ozgina o'tdi. Harakat qilishgan. Bundan nima ketdi? Obedga ketdim. Ertaga kelaman, xohlasa yo kelasidan kelaman. Ko'chada ko'rib qolsam agar kubik bilan 5 daqiqada video bersalar, 50 ming so'm pul beraman. Bir marta o'rganmasang bo'ldi, har kuni albatta kerak. Yaxshi emasmi? Har kim kelavermaydi. Kelasidan kelaman. Har bir maktabimga kirib chiqishim kerak. Har kim keladi. 2 daqiqa o'tdi, 3 daqiqa. Yaxshimanga 4 talik yeganda u. Niye harakat qildim? Vaqtimizni ko'rsatib o'tamiz. Ozgina vaqt qolyapti ukami, lekin harakatdan to'xtamayapti. Tanaffus vaqtiga to'g'ri kelmay qoldik. Bugun bolalarimiz kam. Tanaffus vaqti ham bo'lib qolgan bolalarga ham bu challenge'ni taqdim qilamiz. Ota-onalardan iltimos qilib qolardim. Mana shu kubik Rubikni joriy qilsa, hammasi yaxshi bo'ladi. Stikerlar ekanlardan. Ozgina qoldi. Vaqtimiz ozgina qoldi. Mana ko'rib o'tishingiz mumkin. 3 daqiqadan 1,5 daqiqa vaqt qoldi.